Ha o'g'lim, buni ovozi ertalabdan odamni uyg'otib yubordi-ku. Nima harakat? Sizga ana aytgan mashinamni chaqirishni ko'rgani ketyapman. Agar ma'qul kelib qolsa pulini berib nomga o'tkazib kelaman. Bizani ham uyda mashina bo'lar ekan-da. Qani ilohim o'g'lim. Topgan tutganingga baraka bersin, ishingni rivojini bersin. Allohu akbar. Pasportni olib ketib kel. Voy, qarachilik xursini. Oyog'im yana tomir tortishib qoldi. O'g'lim ham yoshi ancha katta bo'lib qolgan. Ha, deb uqalab qo'ygan deyishga odam xijolat. Mayli, o'tib ketar-a. Adajon, menga yangi krossovka bering. O'g'limga krossovkani eng zo'ridan bering. Ada, menga velosiped bering. Velosipedni eng zo'ridan bering. Eng zo'ri shu bo'lsa, baraka aka. Ha, ota. Zerikmay o'tiribsizmi? Nima qilding? Oldingmi mashinani? Mashinani zo'ridan oldim. Eng zo'ridan. Hozir olib kelaman otam. Bo'ladi mashina aka. Kelavering aka. Sizdan o'tib, baribir sizga o'xshagan tomonim kuchlidir. Faxrlanasizmi o'g'lingizdan o'tib? Tanlagan yo'lim begona sizga balki natijasini ko'rsatdim musalkin. To'g'ri bankir bo'lmadim yoki harbiy. Tinchlikmi bolam? Ha, tinchlik bering. Harbiy Keling. Ha, ota, nima o'zingiz? Keling. Namga o'tiringchi. O'tiring, ha? Tinchlikmi bolam? Ha, tinchlik oyog'ingiz bering. Shunchaki o'ylaganda duo qilarsiz. Ichimda not. Odam mazza qilyapti, boshqacha-yu, ha? Uzoqlarda o'tib bo'ldim. Hey! So'g'ini ko'chaga Boshqacha-yu. tashladim. Faqat sig'ini sizga aytmadim. Necha marta yo'qotdim chizig'ini. Yo'limni tushirmasdan. Ozgina yoshim katta bo'lib, o'zim bilan o'zim ko'chada yurib, siz holingizdan xabar ololmayapman. Onamlardan keyin ham ancha qiynalib qoldingiz. O'shanga sizga mana shu dastyoni elegant massajdan oldim. 200 xilda o'sha assortimentligi bor ekan. Yoshlikda o'zingiz aytadingiz, bolamga eng zo'rini beringlar. O'shaning uchun sizga ham mana shu dastyoni eng zo'rini oldim, otam. Faqat o'g'lingizni kechiring, otam. Duo qiling o'g'lingizni. Mana ilohim bolam, sen meni siylading, Alloh seni siylasin. Sen otangni xursand qilding, Alloh seni xursand qilsin. Allohu akbar. Ye, Shahobiddin, Ha, Umid aka. bir minutga qarab oring. Umid aka, charchamayapsizmi? Nima xizmat aka? Men mashinani masalasini siz bilan gaplashuvdik, esingizdan? Esimda aka. Bu yengillik bo'lib qoldimi deyman? Men mashinani pulti. Bolalarimni maktabga, bog'chaga endi o'zi borib olib kelib yurasiz. Qo'shini bu yog'ini aniq kelishamiz. Bolalarimni mana shu mashinada 1 yil maktab, bog'chaga borib olib kelib yuring. Mana shu mashina sizga. Nima deysiz shunga? Hop, qo'shini kelishdik. Menimcha g'oyabadan yetkazgani shu bo'lsa kerak. Bu hayotda bekordan bekorga yetishmas ekanda, otani duosi o'q bo'ladi. Ota rozi, Xudo rozi.